Mo'min yana kech qoldingmi? Birinchi kundan bir asal uzamizmi-ku? Va stolimni kim ag'ashtirib qo'ydi? Partlarning tagini qarang yaxshilab. Mo'min, jim o'tirtasiga haq berossan. Hop. Yoningdagini solib ko'ring. Mo'min, g'alati ish qildingiz lekin otib. Lekin bakalashga otib to'g'ri ish qildingiz. Topildi. Jasad. Mo'min, nima qilsan? Falga yo'qmi? Yo'q edi. Qayerdan bilasiz? Orbit qog'ozi ham bo'laveradi. Nargiz. Orbit yo'qmi? Ustoz. Ha, Orqadan o'tib oladimi? nima yana mayni ostiga o'tsan? Ya, mayni ostilik qilyapman. Biz ham zapal yo'qotib yuborish kerak-da. Ustozdan bo'lgan ma'lum meni. Yurayotganingizni sekin. Odam bo'lmaysan, sen yo'qol desa, kodga ishini qara daspayti. Shundoq narsa degani, lekin yo'q dechadingizda. Hop, ham. Keling o'qiladi. Ey, tez tur. Mana mushkula sizga. Falgasini olib qolasiz lekin. Qo'shib ko'rmaysan. Oxirgi gapim bor aytib keting. Gapir. Sizga yaxshi ko'raman ustoz. Yana kech qoldingmi? Yo'q, men kech qolmadim. Sizlar oqli boshlab qo'ydingizlar-da, prosta. Atu ketaveraman. O'tir. Sushnak beryapti. Ustoz! Nima? Orqadan o'tsa bo'ladimi? Nimaga? Bitta bolalar bilan chekib olaylik. Hazillashyapsanmi? Men bir burchakda nos chekib o'tirsak bo'ladimi? Mo'min, hazillashmadingmi? Ustoz, Men jindimi? Nima? mana shuni sakrasam bo'lamanmi? Sen jindimisan, Mo'min? O'tir joying jinda bo'lib qoldingmi? Unda chekinglar. Mana shunda община qilib o'tirsa bo'ladimi? Sen mana shu hazillashsan, chakading. Chiq xonadan. Noto'g'ri ish qolsin lekin. Qanaqa ish qolma, men senga ustingdan raport yozaman, ota-onang bilan kelasan, o'qishdan haydalasan, tushundingmi? Ketsam ketaveraman, prosta achib olib ketaman. Chiq, yo'qol. Noto'g'ri ish qolsin lekin. Nima? Oxirgi gapim bor aytib keting. Gapir. Hayot bersa ta'lim. Bastdan tursa bo'ladi-ku. Jim, hurmatli sinfdoshlari, o'qituvchi tanishingiz sizlarga yangi o'quvchi oldingi maktabdan haydab yuborishgan ekan. Haydab yuborishmadi, o'zim xohlaganim uchun ketdim. Ne o'tgan maktabdan qaytarilgansan? Prosta darsga kech qolardim-da, ozgincha. Nega kech qolarding? Ishlarim chiqib qolardi-da. Qanaqa ish chiqardi? O'zim ishim bilan davlat ishi bo'lmaydi-ku. O'tir, bo'pti. O'tiraman ham. Ey! Parlament bitdi. Nima qilsin? Sizga ham aytaveraymi? O'tir joyingga ma'lumotchilik qilma. Kerak emas-ku. Qay darsdan? Sigaret bigaret deyilmaydi bu maktab, tushundingmi? Qayerdan bilib o'tiribman men? Chiqdaman senga. Chiq. Yetimi keldim, xo'rlar keldi ustoz. Yetdimmi deysan? Bilasizmi, darsga men kech qolaman. Nega? Kechasi bilan ishlayman. Ertalab turib yugurib darsga kelaman. Shuning uchun kech qolaman ustoz. Bo'ldi, kel. Yo'q, bo'ldi. Kir darsga kir. Ustoz? Ha? Shakolaylar siqilib ketdi odam. Sen odam bo'lmas ekansan. Chiq. Hey! 03 adam qotdi. Sen yetdimi deynu? Ya adam qotdi. Chiq. Ha, Mo'minov. Bilaman, kech qoldim ustoz. Sizlarga mumkin-da, biz o'qituvchi va baxtlidan kelishimiz kerak-a? Sizga ham oylik bersa vaqtida kelamiz. Hali sizlarga oylik berish kerakmi? Xohlasanglar kunlik beringlar. Bor ko'zimga ko'rmagan barsan minus qilib qo'ydim o'shman. Minus qo'ydingiz? Ha. Ustoz, nima? Uzr, darsingiz bo'ldim. Hop. Prosta darsingiz bo'ldi, bo'ldi. Ustoz, yana nima kerak senga? Hamidov mumkinmi? Nimaga Hamidov kerak senga? Bitta chakolilar kirib ketar keyin. Bo'ldi. Men kundaligi bu. Kelsa bir kattalarni sotaman. Insonlarning ko'pchilik bo'lib kelaman. Qaysi radioaktivni sigaret chakding? Adam aytganlar, erkak kishi ayb ish qildimi, tan olishni ham bilish kerak degan. Billa chakdingiz ustoz, nima deb o'tiribsiz? Direktor, nima o'tdingiz? Qaysini chakdingiz? Zo'r gapingiz bo'ldi. Xo'p, yo prosta gapingiz bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Gare, ясно, касса, чтоб не покаться. Gare, кастрюля, дама. Ha, Mo'minov. Bilaman, kech qoldim ustoz. Sizlarga mumkin-da, biz o'qituvchi va baxtlidan kelishimiz kerak-a? Sizga ham oylik bersa vaqtida kelamiz. Hali sizlarga oylik berish kerakmi? Xohlasanglar kunlik beringlar. Bor ko'zimga ko'rmagan barsan minus qilib qo'ydim o'shman. Minus qo'ydingiz? Ha. Ustoz, nima? Uzr, darsingiz bo'ldim. Hop. Prosta darsingiz bo'ldi, bo'ldi. Ustoz, yana nima kerak senga? Hamidov mumkinmi? Nimaga Hamidov kerak senga? Bitta chakolilar kirib ketar keyin. Bo'ldi. Men kundaligi bu. Kelsa bir kattalarni sotaman. Insonlarning ko'pchilik bo'lib kelaman. Qaysi radioaktivni sigaret chakding? Adam aytganlar, erkak kishi ayb ish qildimi, tan olishni ham bilish kerak degan. Billa chakdingiz ustoz, nima deb o'tiribsiz? Direktor,
Menda otudingiz? Qaysini chakdingiz? Zo'r gapingiz bo'ldi. Xo'p, yo prosta gapingiz bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Горе, горе, ясно, касса, чтоб не покаться. Горе, горе, газ, руля дома. Ustoz, Ben o herif geldingmi? minas? Geometri. Yo'q, kerak emas. Ne kerak emas do'stan geometri? Ha? Ne kerak emas do'stan? Geometri men hayotim kerak bo'lmaydi. Tasavvur qil, uyingda ustal ishlayapti. Sani gipsi kartonga uxlatyapti metrini. Sen geometri ham bilsang, ustalar seni uxlatib ketmaydi. Men uyimda usta ishlatmayman, ustoz, yangi uy sotib olaman. O'zi hamma yo'q uch bosyapti. Yana kech qolasan dars. Uch bosyapti? Ha? Yoshi nechida? 33 ta. Moshinangiz nomeri-chi? 33 jenta. O'zingizdan har yog'ingiz uch bosyapti ekan. Mo'min, Ha, ustoz. bekorda ko'rsan darsdan keyin olib qolganim yo'q. Yaxshi odamsizlar. Oyingni ham taniyman, adingni ham taniyman. Yaxshi oilasizlar. Darsga nega kech kelasan, xohli ketasan bilmayman-u, lekin hamma narsani o'zi joyiga qo'yib qo'y, tushundingmi? Hammasi o'z maqsadiga keladi. Ustoz. Mana shu gapingizni hurmat etib chakka olmasa bo'lmaydi. Assalomu alaykum ustoz. Uzr kech qolib kirsam maylimi? Va alaykum assalom qo'rqib kirib. Rahmat ustoz. Voy sababchi. Ha? Sen ustoz berganim yo'q ham. Ne, men nogironmanmi? Sen darsga uchun chiqib kech qolsan. Chiqib ketsam chiqib ketaveraman. Sigaretim ber. Chiqib keta olmasang. Chiroyli gaplashing-ku. Tushunmadim. Hazil. Voy sen jinnimisan? Ne oiladan tushyapsan? Eshikdan kirolman, kirmayapsiz-ku. Bitta kir oxirgisi. O'tgan safar ham oxirgisi edi. Nima ko'sharib o'tiribsan? Street 77 dan yangicha politsiya chiqqan. Chicken flip degan. Noni yangicha tartili. Narxi atiga 15990 so'm. Street 77 ni Lubboy filialida yeb ko'ring borib. Men bitta bolalarni pulni yegandan ko'ra. Qanday ketsansan? To'xtang. Men adam nima ish qilishimni bilasizmi? Nima ish qiladi? Bilmadim, sizdan so'rayman shuning uchun. Texxonadan savashib bandit qo'rsan, ha? Ikki gapim bor deb ketdik. Agar men tengim bo'lganingiz o'zim bilan qanday gaplashishni. Qanaqa gaplasharding? Shu bilmayman-da, shuncha so'rayman sizdan. Горе, горе, ясно, касса, чтоб не покаться. Горе, горе, газ. Mo'minim, bugun oxirgi kelib qoptilarmi? Bo'qli kelsa ham gapiringlar endi. Adinga jahl bo'lsam. Mo'minov nima qilsan? Men bo'shatish kerak. Bakalashga kerak. U bakakasi bo'lmaydi-ku. Bu sinfdoshlaring, tanishinglar, bu yangi bola maktabimizga yangi keldi. Oting nima edi? Nafar. Tursunboy ekan ot. Ha, bu yangi bolamidi? Ha, kimdir adasini olib kelibmi bo'laman? Tursun. Bashiring Tursun, bakalashga yo'qmi? Ustoz, mana baklashgan so'rab o'tiribdi. Terpinglar. Odamiy dersang demagul odamiy. Oni kim yo'q, xalq g'amidan g'amin. Alisher Aloy. Malades. O'rni olsang bo'lmaydi, Mo'minov bashindan. Men bilaman. Bilasanmi? Faqat yangi yil haqida. She'rmi? She'r nima bo'ladi? Chiqqani? Yangi yil kuni o'qituvchim bilan ichdik vinoni. O'qituvchim qo'yib berdi bitta kinoni. Chakib oldik barchamiz, yonib ketdi archamiz. Keyinchi. Pis bo'ldik barchamiz. Sen terpinglar. To'xtang. Alamim borman. Kimni alaming bor? Voy. Горе, горе, ясно, касса, чтоб не покаться. Kimsan sen? Mo'minovman, tanimadingizmi? Yana darsga kech qolsamsan? Men dars kelganim yo'q, bolalar pizza zakaz qilishgan ekan, Amerikan pizzadan pizza olib kelyapman. Siz ham yeb ko'ring undan ko'ra, bitta bolalarni pulni yegandan ko'ra. Men olmammi? Pulni yig'ib berlaring, men kutib turibman. O'sha gap sizga. सूरज हुआ मध्यम Ha, baribir kelarkansan u darsga. Kelaman-da, remontga ko'tarib qo'yganman-ku. Aytgancha. Qizlar qayerda? Boshxonada o'tirishibdi. Aytib qo'ying, 14-yanvarga podarka berishadimi yo so'rab olish kerakmi? Tasavvur qilinglar, qo'lingizda $1 million pul bor. Nima qilgan bo'lardinglar? Ustoz, agar meni $1 million bo'lganda, borib boshqa davlatdan kiyim olib kelardim, bu yerda sotardim, soqqalarni qilardim, ustoz. Yaxshi. Mo'minov, qani sen nima qilgan bo'larding? Nima qilgan bo'lardim, bilasizmi? Aytibdi, kuringizni o'nda qilib qo'yardim. Ustoz, bo'ldi, men siz faningizni vashcha o'qimayman, xo'pmi? Qanaqa ustoz? O'zingiz faningizni bilmaysiz, nima aytdi? Ustoz meni baqirasiz bizga. Vashcha o'zlaringdan ketib qolibsizlar, o'zinglar. Kattalarga hurmat qani bu yerda, ha? Adang tengi odamga ham shunaqa gaplashadimi? Yasha Mo'minov. O'chirib turing, ha? Горе, горе, ясно, касса, чтоб не Yunusobodga. покаться. Горе, горе, газ, руля дома, курим газ. Mo'minov ko'rinmay qoldi, kechirmi? Ko'ryapmanmi hozir? Ko'rinib turibsan. Ko'rinaman-da kelganimdan keyin. Hozirgacha problemalar chiqib qoldi, shuning uchun kela olmay qoldim. Qanaqa problema sir bo'lmasa? To'g'risini aytaymi? Mana to'g'risini ayt. Adam
Nima deng? Nima deng? Nima? Gapir. Sigaret chekayotganim shu oldilar. Hozir qo'ysan endi. Kalan chekyapman. Ey Mo'minov, 8-balki qizga 20 ming pul olib keldingmi? Kelgandan pul so'raylar. Mana yetib oling. Ey Mo'minov, qancha bir she'r yodladim, shuncha o'lib ketding-ku. Nimaga qaraysiz? Qanaqa she'r? Pushkinning she'rini bilasanmi? Qancha dostonini bilasanmi? Bilmayman o'zing. Yo'q, bilmas ekanman, yodlamaman. Dostonini ham bilmaysanmi? She'rni bilmagandan keyin dostonni ham bilmayman deb. Kimni o'tir? To'xtang, siz bilasizmi? Nimani? Michael Jackson onajonim mehribonim degan she'rini? Xo'p, bilmas ekansiz. Sen bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Ikki kimga 2 qo'yish kerak? Qanga? Ikkalamizga 2 qo'yish kerak. Sen maynovchilik olsanmi sani? Chiqsan maynovchilik olsan. Ona svitto, onadan ketmay. Qo'lidan ketganim yo'q hali. Chiq do'mman senga. Sen qarab turgin, sen qo'y bosh. Gaplashaman sen bilan hali. Sos. Yana sanmi? Ha. Qahqorib mumkinmi? Nima qilasan uni? Og'izda ishim bor, yetib qo'ying. Tez bo'laman. Qo'shilib oling yoniga qolasiz. Yangi ustoz kelibdilar. Endi yangi ustoz keldi, men yig'lab amti chiqib ketavermaydi darsda. Tinchlikmi? Ne darsga kech qolsin? Kech qolmaydimi? Darsga tayyormisan, Mo'minov? Tayyorman. Mendan xafa emasmisan? Yo'q. Sanchi? Ustoz, O, Mo'minov. orqa qo'ydan ochib qo'ysam bo'ladimi? O'zi ochiq-ku. Buni yopib qo'ying. Hey, nimaga? Nimadir qilib kelyapti-da. O'tir joyingga. Ey, pastga o'tib ketibdi. Darsdan keyin chiqasan, yurasan, tushundilaringmi? Me. Shanbalik qilasanlar bugun. Juma bugun. Men shanbalik qilasan deyapman, demak shanbalik qilasan, tushundilaringmi? Voy. Stop! Qachongacha boshlab o'tiramiz, ha? Gururing bormi sani? Gapir. Gapirma. Nima biz molmizmi, ha? O't yulamiz. Mo'minov, tur gapirma. Sigareting bormi yoningda? Topiladi. Abbos aka, mana o'sha sigareti bor ekan. Kim Abbos aka? O 9 yildan beri shu maktabda o'qiysan. Direktoring Abbos aka. Ama ikkita berishim to'g'ri keladimi? O sen sigaret ikkita bermaysan, sen hozir maktabdan haydalib ketasan, ukajonim. Qolmaydi, bunaqada sigaretim ham. Men ol. Maktabingga yangi ustoz kelibdilar. Endi yangi ustoz keldi, men yig'lab amti chiqib ketavermaydi darsda. Tinchlikmi? Ne darsga kech qolsin? Kech qolmaydimi? Darsga tayyormisan, Mo'minov? Tayyorman. Mendan xafa emasmisan? Yo'q. Sanchi? Ustoz, O, Mo'minov. orqa qo'ydan ochib qo'ysam bo'ladimi? O'zi ochiq-ku. Buni yopib qo'ying. Hey, nimaga? Nimadir qilib kelyapti-da. O'tir joyingga. Ey, pastga o'tib ketibdi. Darsdan keyin chiqasan, yurasan, tushundilaringmi? Me. Shanbalik qilasanlar bugun. Juma bugun. Men shanbalik qilasan deyapman, demak shanbalik qilasan, tushundilaringmi? Voy. Stop! Qachongacha boshlab o'tiramiz, ha? Gururing bormi sani? Gapir. Gapirma. Nima biz molmizmi, ha? O't yulamiz. Mo'minov, tur gapirma. Sigareting bormi yoningda? Topiladi. Abbos aka, mana o'sha sigareti bor ekan. Kim Abbos aka? O 9 yildan beri shu maktabda o'qiysan. Direktoring Abbos aka. Ama ikkita berishim to'g'ri keladimi? O sen sigaret ikkita bermaysan, sen hozir maktabdan haydalib ketasan, ukajonim. Qolmaydi, bunaqada sigaretim ham. Men ol. Maktabingga Mana qanaqa eshding? Keyin menga oyim aytdilar, qizlar bilan o'tirgan, bolalar bilan o'tirgan aytdilar. Hurmat! Assalomu alaykum. hurmating yo'q bo'lsa ham. Xullas, imtihon yaqin. Har bittendan nazorat isha olaman. Kelgandan nasrlanamiz. Kech qolmadi baribir. O, ko'cha qaytdi-yu. Ha? Endi sen boshlading kech qolishni. Kecha kelib olib maktabga. Malikada ozgina ishim bor. Voy. Mashta o'tirarkanman-da. Ey brat, Bo'pti. Xata anani qiz oldi.
Komon aka. Joyingga o'tirgin tinchgina. Oq qizlar qoladigan yurmash bo'lib o'tdi. Xullas bugun yig'ilgan ekanmiz. 25-mayga valsga tayyorgarlik ko'ramiz. Voy, vals o'g'il bola bilan qiz bola tushadimi? Mana sen odinglar bilan tushsan. Oyim men nima deyman? Ye. Sizlar birga ekansizlar o'zi. Hoppa. Ha Sobir, sen tushmaysan umuman. Tushundingmi? Ota men na xuddi pul bergan, na remontga, na mayas kelsa, san nega bo'lani bordan yo'q yaxshi. Kamolbek, ikkita qiz sizga. Qabul. Vals tushmayman men. Qiz qolmadingmi menga? Siz bilan tushamanmi? Yo'q, shundoq bolaga qiz yo'qmi? Senga bor qiz. Kim? Hamidova. Man. Ya. Ama qiz bilan tushmayman. Nima senga pul berib tushirish kerakmi? Asl. Ha. Antilpilani urib 15 kunga qamalganimiz yaxshi ketdi. Voy, nima deysanlar? Mani ursan? Voy, voy. Xo'sh, qani bolalar, hammang kitobingni olib keldilaringmi? Men hammasini kutubxonaga topshirib qo'yib bo'ldim, to'liq qilib. Ustoz, meni adabiyot kitobim yo'q. Ona tili kitobimni topolmayapman, ustoz. Men odamlardan qolib ketibdi. Ustoz, men hamma kitobim joyida edi. Kimdir vatan to'yib kitobni uxlatyapti. Pulini beraman lekin. Xo'sh, Mo'minov, sen kitobing yo'q bo'lsa ham kerak-a? Mana qandoq bergan bo'lsanglar shunday turibdi mana. Qo'lim uchun ham tegizganim yo'q, men kerak emas olishinglar mumkin. Yeb yengil. Bo'ldi bolajonlar, ertaga hammanglar oq ko'yning, qora shimda chiroyli bo'lib kelinglar, xo'pmi? Sanlar, men dars o'tayotganda nima spesial gaplashib o'tirasanlar? Ne biz gaplashib o'tirgansiz? Spesial dars o'tasiz? Voy, ustoz, endi maktab bitiramizmi? Ingliz ustozimiz o'g'iramanman. Qilma jigarsan bilanman. Menga qara kiyotganda shunday magazindan parlament mix olgan. Menga bitta palmar qo'shib yuborsin. Bitta palmalar qo'shib yuborgansiz. Palmar kimga? Maktab direktoriga. Maktab direktoriga. Ey Mo'minov, Ha? hamma maktab bitirganlarga sen bitira olmading. Nimaga? Baholaring chiqmagan, sinfdan sinfga qolding. Oning. Maktab 13-qism ham chiqar ekanda endi. Bitta gapim bor, aytib keting. Hayot bersa ta'lim. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть мчат мы все одинаково.